Fayziyeva Barno, Qurilish mahallasida, Pahlavon ko'chasida turaman. 4 nafar farzandim bor. Hozir bolalarim hammasini joylaganman. Qizlarimni uzatganman, o'g'illarimni uylantirganman. Yaqinda kelin oldim, xudo xolasa. Salat bagi ekamiz 5-6 yildan beri Teplitsaga. Ro'zg'orimizni shunday qilamiz. Bolalarim ishlaydi, ro'zg'orni hamisha eplashadi. Bolalarim aqlli ish qilib, o'zini ishini, yo'lini topib ketgandan xursandman. O'zim ayollar daftarida turaman, lekin davlatga qaram bo'lib o'tirmaymiz. Bolalarim topganiga baraka bersin, mehnat qilamiz hammamiz. Tirikchiligimiz shu holimizdagi mana shu Teplitsamizdan bo'ladi. Ishqilib yurtimiz hamisha tinch bo'lsin. Bolalarimiz ishini rivojini bersin. Prezidentimiz sizni tanlari sog' bo'lsin, ishqilib bizga yurtimiz tinch bo'lib, hammamiz bemalol ishlarimizni qilib, o'ylagan niyatlarimizga yetib, chiroyli to'ylar qilib, xonadonlarimizni obod qilib o'tiramiz. Menga o'xshagan ayollar hech qachon anaqa tushkunlikka tushmanglar, mehnat qilsanglar hamisha uni rohatda ko'rib yurasizlar. Farzandlarga yaxshi tarbiya bersanglar, ularning rohatini ko'rib yurasizlar.